Agar bilsangiz do'stim, opamiz dal hozir eng azobli bo'lgan 10 yilni beshdan o'tkazadi. Agar sizning opangizmi 45 yoshdan 55 yosh atrofida bo'lsa, bu videoni cho'qim opangizga yordam qilgan asosda cho'qim ko'rib chiqing. Siz opangizning odatining qachon to'xtab ketganligini bilamsiz? To'g'ri, u dal bir kechada yuz bermaydi. Opangiz o'z badanida his qilgan shu g'ayirlikni boshlagan kundan boshlab taxminan 5 yildan 10 yil vaqt ketadi. Dal mush vaqtida opamiz biz bildigan g'ingnichi, ya'ni saprolishish masalaga kiradi. U bu ishlarga eng beshida bakma diqqat qilib ketmaydi. Bag'an sir kechasi uxlay olmaydigan, ko'p talaydigan, hatto kechalari necha qitim hojatxonaga chiqadigan, shundaqla kechalarda uxlay olmay o'ksindigan bo'lib qolganini balkim bizmi sizmi his qilmaganishingiz mumkin. Uning bag'an siri pushiq bo'lib ketib qolganligini his qilib qilishingiz mumkin. U davomli sizga u yerim og'ridi, bu yerim og'ridi, shundaqla beshim qaydi degandek so'zlarni aytishi mumkin. Hatto sizning ba'zan topilib aytib qo'ygan so'zlaringizni u unutib qoptiman deyishi mumkin. Eng qo'rqinchli bo'lgani uning qo'llariga nihoyat sat qo'riqlar tushishga boshlaydi. Shuning bilan siz uning to'xtamay qo'liga qo'l mey surayotganligiga diqqat qilmasangiz mumkin. Videoda aytqilib bo'lmaydigan badandagi nurg'un o'zgarishlar yuz berishga boshlaydi. Bu xil o'zgarishlar nihoyat asta, shundaqla nihoyat uzun davomlashadi. Bu sabab tufaylidan opangiz ichidagi bu xil beyarimchilikni balkim sizga aytolmasligi mumkin. Shandondagi 42 yoshlik bir ayol qisqagina 20 kun vaqt ichida dunyoshi holatda qiyirib ketgan surtini to'g'ri yo'llagan. Uning 20 kundan oldidagi holati mana bunday ekan. 20 kundan keyingi holati bo'lsa, bu holatga o'zgarib qoldi. U beshida bu ishlarga ancha parvo qilib ketmabdi ekan. Chunki men bak charchab ketgan o'xshayman, erib ketganligim sababidan shunday bo'lib qolgan o'xshaydi. Men o'ngshilib ketmayman deb qarab ekan, lekin u doktorxonaga berib tashkil ko'rgandan keyin badandagi amuti degan bir sonliq siferning teksizlik bo'yicha tuvallab pastga tushib ketganligini bilibdi. Uningga hozircha hech qanday davolash tadbiri yo'q ekan. Uning tuyuqsizlar o'zining 65 yoshdan cho'ng opasidanmi xayr holatga o'tib qolgani o'zining qalbisidan qat'iy o'tmabdi. To'g'ri do'stlar, bu hargizmi rivoyat emas. Aksicha atrofimizda nurg'un 40 yoshdan oshgan ayollarda yuz berayotgan amaliyot. Albatta, shundaqla atrofimizda 50 yoshdan eshib, to'y qilgan, hatto qo'sqa ko'targanlarmi bor. Atrofimizda 40 yoshdan eshib laganingcha qarab minayotgan onalarimizmi az emas. Men bundan bir necha yil burun bir aylanning opasining 40 yoshdan oshgan vaqtida o'zini o'ttirib olganlik to'g'risidagi bir temani ko'rgan edim. Uning ostidagi nurg'un pinglon rayonida do'stlarimiz o'zining opasini, mening opamni mushtaq o'zini o'ttirib olgan, uning 5 yil bo'ldi, 10 yil bo'ldi degandek yozmalarni uchratgan edim. Bir 50 yoshdan oshgan ayolmi o'zi eslib o'libdi. Uning qizi to'g'rimini deb yo'llab ekan. Men opamning narsa to'lish detallarida birinchi bo'lib mening qizimga olgan bilayzik borligini ko'rdim. Uning keyingisi bo'lsa yo'ldishiga olgan ma'lum bir narsa ekan. Uchinchisi bo'lsa uningki oilasiga olgan axlat silish xoldisi ekan. To'rtinchisi bo'lsa nihoyat chiroyli bir sharpa bo'lib, bu sharpa dal uningki eslib o'lib olgan yiliqi qurol ekan. Keyin bu qiz shuni bayqabdiki, u dadasi bilan opasininki baldurlamush xil g'ingninchi holatiga kirib qolgan chog'dagi chegish bo'lgan his tuyg'ularini tushunmaslik sababidan opasi bu qiyin o'tgandan o'tolmay o'zini o'ldirib olgan ekan. Balkim bizning bang'ashliq mezgilimiz, maktabda o'qish mezgilimiz, to'y qilish mezgilimiz sabablar tufaylidan opamizning baldurla g'ingninchi holatiga kirib qolganiga bakma diqqat qilib bir vaqt ketmagan bo'lishimiz mumkin. Biz shunchalar tirishib, ko'zlarimiz dunyoni ko'rish uchun tirishayotgan vaqtida opamizning undoq ushaq-tushak nasllarni ko'rishga qanday vaqtimiz bo'lsin? Opalarimizmi amaliyotda kichik qizlarga o'xshash ko'ngil bo'lishga muhtoj. Agar do'stim videomni ko'rib misha kelgan bo'lsangiz, vaqtingiz yetib qolsa opangizga bir telefon qilib qo'ying. Uningdan ahvol so'rab qo'ying. Shundaqla uningga ko'ngil bo'lib qo'ying. Agar iqtisodingiz yetib qolsa, uningga sovg'atlarni berib, ko'nglini olib qo'ying. Bunda sovg'at berishni bilmayotgan bo'lsangiz, men yaqinda ishlatayotgan mal ko'z malhamini opangizga sovg'at qilishni tanlasangiz bo'ldi. Uning ba'zi intayin muvofiq bo'lib qolmasdan, unumi intayin yaxshi ekan. Qo'limdagi bir qutisini ishlatib bo'lib, mana og'zini yaqinda ochmoqchi bo'lib turibdim. Opamgami birini sovg'at qildim. Sizmi opangizga sovg'at qilishni unutib qolmang. Oxirida opalarimizning mushkil azobini tushunishga erishishini chin dilimdan umid qilaman. Chunki bizmi hamon bir kuni g'ingninchi degan mush narsa bilan uchrashib qolishimiz mumkin. Oxirida hammanglarning opasining tinining salomat bo'lishini chin dilimdan umid qilaman.